Muqaddas haj ziyoratini ado etib, vatanimizga qaytgan samarqandlik ziyoratchilar Samarqand xalqaro aeroportida tantanali tarzda kutib olindi. Yaqinlari va mutasaddilar ishtirok etgan samimiy uchrashuvda hojilar muborakbod safar bilan qutlanib, ularga yuksak ehtirom ko'rsatildi. Ushbu jarayonlar muxbirimiz lavhasida. Ulug' safardan qaytgan samarqandlik hojilarning qalbi shukronalik va quvonchga to'la. Ularni kutib olish marosimida nuroniylar, mas'ul tashkilotlar vakillari, jamoatchilik faollari hamda ziyoratchilarning yaqinlari ishtirok etib, muqaddas amallarni muvaffaqiyatli ado etgan yurtdoshlarimizni samimiy qutladilar. Safardan qaytgan fuqarolar o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashar ekan, yaratilgan sharoitlar va ko'rsatilgan g'amxo'rlik uchun davlatimiz rahbariga minnatdorlik bildirishdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Haj amallariga borib keldik. Ulug' tabarruk joylarga, Allohning baytiga, davlatimizdan, mamlakatimizdan 15 mingdan ziyod hoji otalarimiz, hoji onalarimiz borib keldi. Shular nomidan, barcha hojilar nomidan, hoji otalar, hoji onalar nomidan bu yerda tashkil qilingan imkoniyatlar, tashkil qilingan shart-sharoitlar uchun muhtaram yurtboshimizga, muftiy hazratlariga, bizga xizmat qilgan jamiki mana shu diniy idora vakillariga, har bir hojini haji xatosiz amalga oshsin deb ellik boshlarimiz katta xizmat qildilar. Barchasiga tashakkur deymiz, rahmat deymiz. Yurtimiz, elimiz tinch bo'lishligi uchun, mana shu tinchligimiz bardavom bo'lishligi uchun hojilarimiz, hoji ota, hoji onalarimiz qayta duolar qildik. So'nggi yillarda haj va umra ziyoratlarini yuqori saviyada tashkil etish, ziyoratchilar uchun qulay va xavfsiz sharoitlar yaratish borasida amalga oshirilayotgan ishlar yurtdoshlarimiz tomonidan alohida e'tirof etilmoqda. Safar davomida tibbiy xizmat, xavfsizlik va tashkiliy masalalarga katta e'tibor qaratilgani qayd etildi. Jumladan Oygul Abdullayeva ham mazkur safar oldidan uning mashaqqatlari haqida o'ylab xavotirlangan edi. Biroq safar davomida yaratilgan sharoitlar va yuqori darajadagi tashkiliy ishlardan mamnun bo'lgan onaxon o'z taassurotlarini mamnuniyat bilan bayon etdi. Juda menda xavotir bor edi. Chunki menda sag'ir bor, menda davlena bor, menda ana shu suyaklarim qaqshab og'rirdi. Men bu yoqqa borgandan keyin shunaqa tetiklandim. Men hech qiynalmadim. Mana ovqatlarda ham qiynalmadim. Shunaqa men mag'rurlanib, g'ururlanib men yetib keldim. Juda ham katta taassurotim bor menda. Taassurotlar katta. Ilohim prezidentimizga rahmat. Mana shunday sharoitlarni yaratib qo'yganiga rahmat. Ilohim mana bu yo'llarda ham qiynalmadik hech qachon. Mana shu samolyotlarda qiynalmadik. Shunday kirdik, shunday olib kelib qo'ydi. Endi qani bunaqa davlat, ha? Bizlar haqiqatan yaxshi davlatlarga shunaqa o'zimizni shunaqa O'zbekiston davlatimizni faxrlanib shunday gapirsak bo'ladi. Muqaddas haj safari insonni ezgulikka, mehr-oqibat va bag'rikenglikka chorlaydi. Ziyoratdan qaytgan hojilarimiz ham nafaqat oilasi, balki mahalla hayotida faol ishtirok etish, joylardagi ijtimoiy muammolar yechimiga hissa qo'shish, yoshlar ta'lim tarbiyasi va ma'naviy kamoloti yo'lida xizmat qilishni o'zlarining muhim vazifasi deb bilmoqdalar. Shu bois muqaddas ziyoratdan qaytgan hojilar xonadonlarida ham ma'naviy ma'rifiy muhitni yanada mustahkamlash, jamiyat hayotiga daxldor dolzarb masalalar yuzasidan aniq vazifalar belgilab olinmoqda. Zero ularning ezgu duolari va hayotiy tajribasi xalqimiz tinchligi, yurtimiz taraqqiyoti hamda har bir xonadon farovonligiga xizmat qilishi shubhasiz.